Ko'zni sovuqdan himoyalanishi, ko'zni muzlab qolmasligi. Mana ko'zimizda nam bor, suyuqlik bor. Bu nam, suyuqlik sovuqqa chiqqanda muzlab qolishligi kerak. Masalan, shu Shimoliy qutbga yoki Arktikaga borgan odam qanaqa kiyinadi ko'rasiz, ko'rganmisiz? Imkon boricha issiq kiyinadi. Boshiga qalin shapka kiyadi, qo'lqoplarni taqadi, issiq to'n, hamma a'zolarini to'sishi mumkin, yopib olishi, lekin ko'zni yopish mumkin emas-da. Endi Alloh azza va jalla mana shu ko'zni muzlamaydigan qilib qo'ygan. 50 gradus, 60 gradus sovuq. Havo pasayib ketadi. Ko'z muzlab qolishi kerak, ammo bunday bo'lmaydi. Nima uchun? Robbimiz shunday bo'lishini xohladi. Bilasizmi, hammomga kirib, farxonaga kirib, qattiq nafas olsangiz, nafas sekin o'tadi. Va issiq uydan muzdek 20-30 gradus sovuqqa chiqqaningizda ham xuddi shu effekt bo'ladi. Nafas olsangiz, qisilib o'tadi. Nima uchun? Ana shu burunning ichida shunday bir parcha go'shi bo'lar ekan, o'pkaga issiq yoki sovuq o'tib ketmasligi uchun shu boyagi go'sh ishib qaytar ekan. Issiq havoda olganingizda 60 gradus, 70 gradus o'pkangiz kuyib qolmasligi uchun haligi go'sh ishib turib, havoda qisib, kerak temperatura bilan o'tkazar ekan. Endi 50 gradus sovuqqa chiqqanda shu sovuq o'pkangizni muzlatib qo'ymasligi uchun qattiq nafas olsangiz, go'sht ishib turib, qisib, yetarli issiq qilib o'tkazar ekan. Shunaqa a'zolar bor, bilasizlarmi? Bu bari birodarlar Alloh subhanahu va taoloning Assalam ismining amaliy tatbiqi.